tumaniga muhtaram yurtboshimizni tashriflarida ancha bunyodkorlik ishlari amalga oshirildi. Shu qatorda Quva mahalla fuqarolar yig'inida ham bunyodkorlik ishlari jadal davom etdi. 1,5 kilometr asfalt bosildi, shag'allashtirildi. 4 ta podstansiya o'rnatildi. Shu qatorda 130 dan ziyod talbalar o'rnatildi. Bolalar o'yingohiga kelganda mana Hayit bayrami arafasida bolalar kuniga sovg'a tuhfa sifatida tumanimiz hokimi tomonidan tasdiqlanib, mana bugun bolalarga topshirildi. Tumanimiz hokimiga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Charchamasin, mahallalar gullab yashnasin, obod bo'lsin. Shunday bir baxtli zamonada yashayotganimizga shukronalar bo'lsin. Shunday bir g'amxo'r yurtboshimizni borligiga shukronalar bo'lsin. Yurtboshimizni bizni quvamizga kelishi juda katta bir baraka, baxt olib keldiki, mana quvamiz oldin kelmagan odam kelsa lol qoladiki, bu bo'layotgan o'zgarishlar, mana mahallamizda bo'layotgan ishlar, prezidentimizni qarorlari tufayli, bu qarorlarni to'g'ri amalga oshirayotgan bu rahbarlarimiz tufaylidan mana bolalar o'yingohlari bormi? Hamma ko'chalar asfalt bo'lmagan ko'chalar qolmadi. Mana elektr tomonidan ham qancha kerak joylarga beton stalbalar qo'yildi. Mana qancha bir obodonlashtirishdi. Qaysi birini aytishga ham tilimiz lolki, bunaqa zamon bo'lmagan. Allohga shukr, shunday zamonada yashayotganimizga, yurtboshimizga rahmat. Mana ulug' ayyom Arafa kunida, bu ulug' kunlarda turibmizki, shunday ulug' kunlarda yurtboshimizga umr tilaymiz. Tani joni sog' bo'lsin. Elimizga, yurtimizga xizmat qilishlikdan Alloh charchatmasin. Viloyatimizni, tumanimizni hokimiga ham rahmat. Mana bayram arafasida bu bolalarimizga shunaqa bir o'yingohlar tashkil qilib berdi bayram. Ularda ham qalbida o'ylagan yaxshiliklarini Alloh ziyodasini bersin. Yurtimiz bundan da obod bo'lsin.